Aziz do'stlar, bugun 17-yanvar. Bizda qor yog'moqda. Mana yengilgina qor. Va bizda mana graduslarimiz +1 gradus ko'rsatmoqda. Issiqxonamiz. Mana shunday issiqxonamiz va termosimiz sim usulda termos qilingan. Mana issiqxonamiz. Bugungi gradusimiz va namligimiz 13,6 va 61% namlik. Kecha terim qilganmiz. Mana yana bugungi holati qulupnaylarimizda. Qulupnaylarimiz bugun yana qizarishni boshladi. Temperaturani yaxshi ushlasak, normalniy qizaradi. Qulupnaylarimiz yirikligi juda normalniy holatda. Qulupnaylarimiz va bitta radiator o'rnatdim. Bu yerda buni faqat sovuq bo'lgan kunlari ishlatamiz. Boshqa paytlari mana shu tubli polni o'zi yetib ortmoqda. Qulupnaylarimizning holati mana shunday tarzda. Ikkinchi gulshodalarimiz hosil berishni boshlagan, mana ko'saklab.